Sergeli tumanida bitta top lokatsiyasi bor. Hozir o'sha bilan bitta tanishtirib o'taman. Ko'rib turgan joyingiz bu Sergeli korzinka hisoblanadi. Toshkent shahrining eng katta korzinkalaridan biri. Yo'lning bu betida esa yarmarka bozori hisoblanadi. Hozirgi kunda bu bozor dehqon bozoriga ko'chgan. Bir ostanovka pastroqqa tushganimizda esa Turon metrosiga ko'zimiz tushadi. Mana shu metro orqali Toshkentning bu burchagidan narigi burchagiga bemalol yetib borishingiz mumkin. Yana bir ostanovka nariga tushganimizda esa Chinor metrosi hisoblanadi. Ya'ni 5-bekat metro. Aynan shu lokatsiya Chinor va Qipchoq metrolarini tutashtirib turadi. Aynan shu lokatsiyalar atrofida byudjetning narxlaridagi xonadonlarni xarid qilishingiz mumkin. Misol sifatida, aynan shu radiusning qoq o'rtasida joylashgan 2 xonadan iborat Yevro remontli xonadonimizni savdoga chiqqan. Bu 2 xonali xonadon fransuskiy planirovka hisoblanib, eslab qoling, fransuskiy planirovkada 2 xil 2 xonali xonadonlar bor. Biri Uluchenko planirovka deyiladi, ikkinchisi esa общий koridor. Ikkalovining farqiga keladigan bo'lsak, aynan shunisi eng yaxshisi hisoblanadi. Bu uyning umumiy maydoni 62 kvadrat metrni tashkil qilib, общий koridorda farq qilib turadigan joyi bu. Birinchidan skvoznoy hisoblanadi, ya'ni uy tarafdan ham, bu tarafdan ham oynalar mavjud. Undan tashqari Uluchenko hech qachon tarsivoy joyga tushmaydi. Aynan shu xonadonimizda 9 etajli domi 7-etajda joylashgan bo'lib, manzil Sergelikka, narxi esa $59,000. Shosh qoling.